Ürümçi qirg'inchiligining 12 yillik munosabati bilan Shvetsiyaning poytaxti Stockholm va Angliyaning poytaxti London qatorliq nurg'un shaharlarda namoyish o'tkazildi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining a'zolari 2009 yili 7 oyning 5 kuni Sharqi Turkistonning poytaxti Urumchida yuz bergan voqealarning 12 yillik munosabati bilan Xitoyning Stockholm elchixonasining oldida jam bo'ldi. Angliyaning Londondagi bosh elchixonasining oldida yig'ilgan namoyishchilar Xitoydan Uyg'urlarni atalmish qayta tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarda tutib turish qatorli qilmishlarni to'xtatishni talab qildi. Xalqaro Sharqi Turkiston umumviy tashkilotlar birligining rahbarligida Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasining yig'iniga yig'ilgan Uyg'urlar Xitoyga qarshi shiorlarni tovladi va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Undan boshqa Amerika, Avstraliya, Germaniya, Yaponiya va Qozog'iston qatorliq nurg'un davlatlarda Urumchi qirg'inchiligida qazo qilganlarni xotirlash va Xitoyga qarshi namoyish faoliyati o'tkazildi. yili 7 oyning 5 kuni Xitoy hukumati adolat talab qilib chiqqan Uyg'ur namoyishchilarini bostirib, orqadan qonli qirg'inchilik yurgizgan fojiali kun bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatining burilish nuqtasi hisoblandi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysapandi mundaq dedi. O'tgan 12 yilda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar 5-iyul Urumchi qirg'inchiligida ziyonkashlikka uchraganlarni xotirlash, o'tmishdagi qonli tarixni eslash, Xitoyning jinoyatini davomli tortib chiqish orqali adolat va haqqoniyat uchun kurash qilish, Xitoydan hisob olish irodasini namoyon qilib keldi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat 5-iyul Beyjingda 12-chi qatimliq Xinjiang axborot e'lon qilish yig'ini ichib, xalqarodan kelayotgan kuchlik ayblashlarni og'dirishga uringan hamda atalmish Xinjiangda terrorlikqa qarshi kurashning dastlabki g'alabasi qo'lga keltirildi. Xinjiangda 4 yildan beri terrorlik, zo'ravonlik voqealari yuz bermadi. Xalqning xotirjamligi kapolatga ega bo'ldi degan bema'ni safsatasini bozorga solgan. Analizchilarning qarashicha, Xitoy hukumati 4 yildan beri Uyg'ur rayonida natsistlarga o'xshash davlat terrorizmini yurgizib, milliondan ortiq Uyg'urni solab qiynagan, omon qolganlarni ta'qib va nazorat ostiga ilib, qo'rqinch vahima ichida yashashga majburlagan ahvolda, qandoqmi ular davatgan atalmish terrorlik voqealari yuz bersin. Xitoyning 20 yildan beri Uyg'urlarni terrorlik bilan qoralab bostirib kelayotganligi dunyoga sir emas. Xitoyda cho'ng tipdagi taksi o'rtoqlashish programmasi Didi qatorliq bir qism texnika shirkatlarining applari cheklangan. Buning sababi shirkatlarning abonentlarning maxfiyatligiga xiloflik qilganligi ekan. Beyjing hukumati davlat ichidagi texnika magnatlarga bo'lgan besimni oshirib-otadi. Davlatning tor bexatarlik organi Didi va 3 ayrim appni setishdan chiqarib etishni qaror qildi. Doiralar shirkatning abonentlarning shaxsiy maxfiyatligiga daxl taruz qilganligini aytgan. Qarorga asosan shirkatlar faoliyatini davomlashtira oladi, ammo ular yangi abonentlarni tizimga qoldira olmaydi. Didi va boshqa 3 shirkat yaqinda Amerika aksiya birjasida ommaga sunilgan shirkatlarning ichida bo'lib, bu Xitoyning noroziligini qo'zg'agan. Ayning 24 kuni Amerika Florida shtatining Miami shahri Surfside rayonida qisman o'rilib tushgan 13 qavatlik binoning qoldiqlarini izlash va qutqizish xizmati jarayonida yana 3 kishining jasadi topilgandan keyin qazo qilganlarning soni 27 ga yetdi. Miami Dade nahiyasining boshlig'i Daniela Levinkova axborot e'lon qilish yig'inida binoning xarobaligi ustida ilib berilayotgan xizmatlarda yana 3 jasadning topilganligini, qazo qilganlarning sonining 27 ga yetganligini bayon qildi. Kava xarobalik ostidagi 118 odamdan hozirgacha hech qanday xabar yo'qligini bayon qildi.